Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugun tafakkur qilishga arziydigan, har kim bir o'yinib beqishga tegishlik bir qissani anglayli. Rivoyat qilinishicha, burungi zamonlarda Italiyaninki tunulgan amaldorlardan biri shahar markaziga farishta bilan shaytonni tasvirlagan ikki cho'ng rasmni sizdirib esib qo'yish niyatiga kelibdi-da. Şunun bilan bu usta ressamlarni izlashga boshlabdi. Amaldor Italiyaning dangliq rassamlaridan biriga intayin ko'p miqdorda pul beradiganligini aytib, shundaq ikki cho'ng rasm sizib berish taklifini sunibdi. Rassam bu taklifni qabul qilibdi. Avval farishtaning rasmini sizmoqchi bo'lib, nihoyat pok, chiroyli bir sabiy bolani tepib, shu bolaga qarab turib, rasmini sizishni planlabdi. Rassam shahar va yezlarni aralab yurib, xili izlab, oxirida nihoyat kelishgan, chiroydan baxt saodat chiqib turadigan, poklik chiqib turadigan bir sabiy bolani uchratib qo'yibdi. Bola bilan so'zlashib, oxiri u bolaning oilasiga beribdi va uning ota-onasidan o'g'lining rasmini sizish uchun ruxsat so'rabdi. Ondan mazkur oilaga haq to'laydiganligini aytibdi. Bolaning ota-onasi shuning bilan muvaffaqiyatchilik bildiribdi. Bolaning rasmini nihoyat chiroyli va ko'rkamlik sizib chiqibdi. Şu İtaliyadagi boshqa rassamlarmi bu rasmning go'zalligiga hammasi qoyil bo'libdi. Haqiqatan shunday chiroyli bir rasmni sizib chiqibdi. Rassam endi shaytonning rasmini sizish kerak endi. Shaytonning rasmini sizish uchun shaytonga o'xshatqil bo'ladigan biror odamni izlab ko'p jafo tortibdi. Ammo topolmabdi. Oradan 20 yil o'tib ketibdi. Yani şu arada izlabdi, demak, ko'ngliga yoqqan ama shaytonga o'xshaydi ekan, ham shaytonga ko'migan qo'mdi. Shunda o'zim shu shaytonga o'xshatqilib bo'ladigan bir odamni topolmay 20 yil o'tib ketibdi. Amaldor endi o'ylabdi, navoiyda bu rassam shaytonning rasmini sizolmay o'lib ketsa, ishimiz yarim yo'lda qoldi deb ansirab, rassamni chaqirib kelib, uni qistashga boshlabdi-da. Talab qilgan ish haqida ko'p ish haqqi beradiganligini va'da qilib, uni oldirtibdi, ya'ni tezroq sizsang mashina debdi. Rassam shuningdan keyin ko'p boshqa turib izlabdi. Turmalarni, qimor o'ynaydigan joylarni, haroq ichiladigan maynat joylarni, psixika kasalliklardan birarsi yarab qolami deb ba'zi psixika kasalliklar doktorxonalarni izlab chiqibdi. Ya'ni izda aqliga kelgan hammani izlabdi, ammo shaytonga o'xshatqil bo'ladigan biror odamni topolmabdi. Shuni buning beshi qetibdi, izlanibdi. Bir kuni oqshimi bir ko'chani o'tib ketib olsa, bir duva axlatning yanida haroq shishisini g'ajayotgan, bakmi ko'rimsiz, usti beshi intayin maynat, kiyimlari paskina bir odamni uchratib qopti. Rassam odamning yeniga berib, uning rasmini sizish niyati borligini va uning ko'p miqdorda pul berdiganligini aytibdi. Odam tezla muvofiq kelibdi. Chunki uning hech narsasi yo'q. Pul beradiganligi ma'qul deydi. Rassam odamning rasmini sizishga boshlabdi. Odam intayin paskin bo'lganlikdan uning sesiq hidi rassamni qattiq bearam qilibdi. Lekin rassam sabrchanlik bilan uning rasmini sizishni davomlashtiribdi. Rassam rasm sizib etib, odamga qarasa, uning ikki ko'zidan yosh eqiyotgandek. Hatto yosh uning yuzlarini ho'l qilib etibdi. Rassam hayron qolib odamdan, "Nima bo'ldingiz? Tamaki xumoringiz tutib qoldimi yoki haroq ichgingiz bormi?" deb so'rabdi. Odam yig'idan o'zini aran to'xtatib, rassamga qarab, "Rassam afandim, buningdan 20 necha yil ilgari siz mening balaliq rasmimni sizgan edingiz. U chaqda men shundoq pok va chiroyli bola edim, shunga siz meni farishtaga o'xshatgan. Mana endi bugun men shaytonga o'xshab qoldim. Aslida men aşı chiroyli bola edim", deydi. Va un selib yig'lab ketdi. Rassam uning bu so'zini anglagandan keyin o'zini tutolmay yig'lab ketdi. İkisi birlikte birer saatga yaqin yig'lab chiqdi. Endi bu qissadan oldigan ibrat nima deganda, Alloh taolo hammamizni xuddi farishtadek oppoq yaratgan.
günahsız yaratgan. Lekin biz ba'zida o'zimizni shaytonlarga o'xshatib olamiz. Anamızdan tug'ilgan kunimizda pok va suyumlik bir buvoq bo'lib dunyoga kelamiz. Ammo bu dunyodan ayrilishda ko'plarimiz o'zimizning farishtalik holatimizni saqlab qololmay shaytonlarga o'zgarib ketamiz. Halbuki Alloh taolo bizni tug'ilgan vaqtimizdagi pok holatimizni saqlab qolishga va uni qat'iy o'zgartmaslikka buyurgan. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ey peygamber, sen doğru dinga, Allah'ın diniga yüzlengin ki Allah insanlarını şu din bilen yaratgan. Allah'ın yaratganını özgertişki bolmaydı. Bu top doğru dindir. Lekin insanların köpüncüsü bunu bilmeydi. Rum suresi 30. ayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her qandaq bala İslam fitratiga, yani İslamni qabul qildigan holatida tug'iladi. Ammo uni ota-onasi Yahudi yoki Hristiyan va yoki Majusi qilib etadi. Ya'ni bala shundoq pok bir fitratga, perishta holatida, perishtaga o'xshash pok tug'iladi. Ammo tarbiya, muhit, jamiyat, aile deganlar balını o'zgartib etadi. Alloh taolo hammamizni o'z fitratini saqlab qolgan va perishtalik holatimizda bu dunyodan ketadigan yaxshi mu'minlardan qilsin. Amin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.